O'sha hammaga yordam berib kelayotgan sahr dorimiz yana keldi, birodarlar. O'sha mashhur Ravoch ildizi. Juda ko'p insonlar so'rabdi. Haqiqatan ham shu Ravoch ildizi sahrga yordam beradim deb kommentariyalar to'lib ketibdi. Haqiqatan ham juda ko'p insonlarga beryapmiz mana shu Ravoch ildizini. Birinchi, ikkinchi tip sahr diabeti borlarga, даже insulin oladigan insonlarga yaxshi ta'sir qilyapti, birodarlar. Uy sharoitida bepul, hamma bozorlardan, hamma joydan topsangiz bo'ladi. Lekin foydasi juda katta bo'lyapti. Buni ichish tartibiga kelsak, mana shu ikkita uchtasini solib, 1 litr suvga solib, bir 10 daqiqa qaynatasiz pasolovda. Gazni o'chirgandan keyin, iligandan keyin 100 gramdan kun davomida iste'mol qilsangiz agar, qondagi qand miqdorini uy sharoitida pasaytirib beradi. Agar qoningiz quyuq bo'lsa, qonni suyultirib, qon davleniyani me'yorlashtirib beradigan xususiyatga ega. O'sha Ravoch ildizi, birodarlar, kitobdan olib aytyapman. Hamma biladi, deyarli ko'pchilik uje olib iste'mol qilyapti buni. Foydasi zo'r sahr uchun. Manzilimiz so'raganlarga ayting. Toshkent shahar, Yunusobod dehqon bozori, 3-7 Bayon tabib. Zira qator. Planet ro'parasi, Ziravor qator, 3-7 Bayon tabib. Kevrasizlar.